Hurmatli mehmonlar, xonimlar va janoblar, ayni fayzli kechamizning qahramonlari, ya'ni kelin-kuyovlarimizni o'rnimizdan tik turgan holda samimiy tabassum bilan guldiroz va davomiy qarsaklar sadosi ostida qarshılaymiz. Barchaga to'ylar muborak bo'lsin. To'ylar yaxshi kunlar bor edi. Marhamat keling ko'ramiz. Qani keting. To'ylar muborak, ey yor jonim ey. To'ylar muborak, ey yor jonim ey. To'yxona bo'lsin ey, har xonadan onim. To'yxona bo'lsin ey, har xonadan onim. Saati kadahni tilgin hayama. Saati kadahni hayama. Lezzet meyiddana işgal. Bahti qulinglara shunday zamonda ey davron suringlar. Shunday zamonda ey davron suringlar. To'ylar muborak, ey yor jonim. To'yxona bo'lsin, sangurla jonim.
qo'sha qaring. Rahmat, avvalambor o'zlarini chiroyli tashriflari bilan ayni fayzli kechaga o'zgacha fayz, o'zgacha kayfiyatni olib kirgan Azimjon hamda Gulnozaxonga bitta gulduros qarsaklarni balandroq qilib chalamiz. Hammamiz birgalikda marhamat. Rahmat, mana shunday shodon kayfiyatda, xayrixoh ruhiyat ila yana sizlarga lutf bilan yuzlanishdan xursandmiz. Assalomu alaykum qadrli umri azizlar. Aziz umrning eng go'zal onlarini, eng go'zal daqiqalarini mana shu yerda. Toj, to'y va tantanalar saroyda yoshlarning ilk go'zal qismati yo'lda ularning nafaqat dillari, balki qo'llari, taqdir yo'llari birlashgan, tutashgan chorrahada nishonlayotganlar bormisiz, omonmisiz? Hamisha bor bo'ling, hamisha omon bo'ling. Mana shunday davrlarni to'ldirib fayzga, ziyoga, xursandchilikka ma'lum qilayotganingizdan xursandmiz. Xush kelibsiz va albatta kecha avvalida xalqimizning go'zal udumlariga muvofiq ayni mana shu kechani tantanavor ravishda ochib berish uchun so'z navbatini to'yimiz vakillarini yosh ulug' insonlardan Abdulla akaga berar ekanmiz. Mana shu insonimiz o'zini chiroyli tilaklari bilan, dil izhorlari bilan bugungi fayzli kechamizni, fayzli dasturxonimizni ochib beradilar. Abdulla aka, keling davramizga. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, opa-singillar, akalar, ukalar. Mana bugun Yulduz jiyandi xonadonida Bazmi Jamshid. Bu Bazmi Jamshidning sababchilari Azimjon bilan Gulnozaxon. Ularga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt, saodat, umrlar uzoq bo'lsin. Ota-onasiga, avlodiga, qarindoshlariga yaxshi xizmat qiladigan inson bo'lsin. Ammo xursandchilik bo'lsin. To'ylarimiz marhamat, dasturxonimiz ochiq. Rahmat kattakon. Rahmat, fayzli kechamiz, fayzli dasturxonimiz ochiq deb e'lon qilindi. Dasturxonga tortilgan barcha noz va ne'matlar aynan sizlar uchun bemalol tanovvul qilib o'tirishingiz mumkin bo'ladi. Albatta biz esa yana bir bor ta'kidlab o'tamiz, ayni bugun 5-iyun 2026-yil ayni mana shu kunda Ernazarovlar oilasida, ya'ni Yulduz opamizning xonadonida mana shunday katta to'y, tantana sodir bo'lyapti. Ushbu oila vakillarini chin qalbdan tabriklaymiz. Ushbu to'ylar muborak bo'lsin. Xonadonlarda mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar, tantanalari bardavom bo'lishligini tilaymiz albatta. Va hozir Yulduz opamizni davramizga taklif etar ekanmiz. Sababi kelinlarini yuzlarini ochib qo'yar ekanlar hamda sovg'alari bor ekan, sovg'alarini taqdim etar ekanlar. Keling marhamat. Yulduz opa, to'yimizning sohibasi, kuyovimizning onajonisi, keling davramizga. Kelib o'zingizni sovg'angizni kelinimizga ya'ni olib borib berib, yuzlarini ochib qo'yishingizni so'raymiz. Kelinglar marhamat. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Onajonlarimiz baxtimizga doim sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Rahmat. Rahmat, ayni fayzli kecha albatta chiroyli shahrimizning xushovoz xonandalaridan albatta o'zining jonli ovozi bilan, iqtidorlari bilan, ko'p yillik mehnatlari bilan xalqimizni mehr muhabbatini qozonib kelyapti. To'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mezbonlar, xush kelibsizlar. To'ylar yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlar baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Bu xonadonni adashmasam ikkinchi marta to'yiga kelyapmiz, shundaymi? Sog' salomat bo'linglar. Kelin-kuyovlar baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Hammaga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha tilaymiz. Iloji boricha pastroq ishlaymiz yigitlar. O'tirganlarga xalaqit bermaymiz.
ko'chalarda o'tgan yoshligim, oydin kechalarda o'tgan yoshligim, tuproq ko'chalarda o'tgan yoshligim, oydin kechalarda o'tgan yoshligim, anhorlarda oqib ketgan yoshligim, oqshom seni eslab yuragim yondi, bir qalam tosh qizday. Ko'z o'ngimda shu on yana hammasi orzularning osmon edi sahnasi. Menchalik sevmagan uni bandasi, yondirib kuydirib qayga yo'qoldi, bir qalam qosh qizda yoshligim qoldi, bir qalam qosh yuzda yoshligim qoldi. Qaytmaydi karvonim afsus, qaytgani yetmaydi darmonim afsus. O'sha go'zal meni armonim afsus, yurakda qon yig'lab vulqon uyg'ondi, bir qalam qosh qizda yoshligim qoldi. O ko'zlari shahlo, sochlari daryo, eslagaymi mana unutgan yon. Dunyo bevafoday, dunyo bevafo, qaytarib bermadi o'sha bahorni, bir qalam qosh qizda yoshligim qoldi, bir qalam qosh yuzda yoshligim qoldi, yoshligim qoldi, yoshligim qoldi.
qani pulsin bilan o'tgan o'shal damlar qani pulsin bilan o'tgan o'shal damlar faqat qolganga o'xshaydi damlardan alam g'amlar faqat qolganga o'xshaydi damlardan alam g'amlar hey o'shal damlar desam eyvah sizi bu namlar Çolup eyvah desam eyvah sizi bu namlar ey şal damlar Tayyorman anu canım bir mokka hamisha qaytsa tayyorman hari canım bir mokka agar bir lahza bir fursat shal damlar agar bir lahza bir fursat shal damlar qani pulsin bilan o'tgan o'shal damlar faqat qolganga o'xshaydi damlardan alam g'amlar ey o'shal damlar aka uka Jo'rayevlarga san'atkorlarimizga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Ayni san'atkorlarimiz o'zlarini chiroyli taronalarini jonli ijroda mana shu fayzli kechamiz oxirigacha sizlar uchun taqdim etishlik niyatida tashrif buyurishgan albatta. Aziz mehmonlarimiz, yana bir bor barchangizga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ayni Tojmahal to'y va tantanalar saroyini mohir oshpazlari tomonidan tayyorlangan taomlar dasturxonga tortiq etilyapti. Ayni mana shu fayzli koshonamiz ostonasini xatlab o'tgan har bitta insonimiz qalbida bugun kelin-kuyovlarimiz uchun atalgan, qolaversa oila vakillari uchun atalgan chiroyli tilaklar, dil izhorlar bor albatta. Hozir ilk tabriklar sahifamiz uchun davramiz badiiy maydoniga albatta tog'ajonlarimizdan taklif etar ekanmiz. Kuyovimizni tog'alar nomidan Eson akani taklif etar ekanmiz. Kuyovimizni tog'alari tomonidan Eson aka bizni eshitayotgan bo'lsangiz, keling davramizga. Kelinimizning tog'alarining ismlari haqida ma'lumot ola olmay qoldik. Agar kelinimiz tomonidan ham tog'ajonlari tashrif buyurgan bo'lsalar, davramiz badiiy maydoniga kelib ikki og'iz o'zlarini chiroyli tilaklarini kelin-kuyovlarimizga yo'llab qo'yishini so'rab qolamiz albatta. Biz ham o'z tabriklarimizni, albatta ilk sururli damlarimizni, dastlabki go'zal va otashin tilaklarimizni yana bir bor ushbu kechamiz qahramonlariga yo'llashni istagan bo'lardik albatta. Kelin-kuyovlarimiz baxt, omad, mana shunday chiroyli kunlar, to'ylar, tantanalar hayotida bardavom bo'lishligini tilaymiz albatta. Va albatta yaqin kelajakda o'zlari kabi fayzli, farishtali, din va diyonatda mustahkam, odobi, axloqi benazir farzandlarni voyaga yetkazishiga tilakdoshmiz. Keling marhamat. Tog'ajonimiz yetib kelishyapti, adashmasam keling. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin.
Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana shu to'y sababchilari bo'lmish jiyanim Gulnazaxon va uning umr yo'ldoshlari Azimjonlarning nikoh va to'ylarida o'tirar ekanmiz. Bu ikkalasiga uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Sizlarni ham kelib bilan tabriklaymiz. Baxt saodatli bo'lsin. To'ylarga buyursin. Rahmat Raisova so'z berganingiz uchun. Avvalambor xush kelibsiz aziz mehmonlar. Mana bugun to'yimiz sababchilari Azimjon kelinimiz shu o'tiribdi ekan, shularga baxt kechasi ekan, shularga baxt saodat tilaymiz. Kelajakda yaxshi oila bo'lsin, otasiga, onasiga, yurtimizga xizmat qiladigan namunali oilalar bo'lsin tilab qolamiz. Barchaga shunday xursandchilik tilaymiz. To'ylar bo'lsin, yosh kunlar bo'lsin. Xush kelibsizlar mehmonlar. Rahmat kattakon. Tog'alarimizga tashakkurlarimizni izhor etamiz chiroyli tilaklar uchun, iliq niyatlar uchun albatta. Mana shunday chiroyli tilaklar, niyatlar o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Hayotning ziynati sevib sevilish insonga atodan azaliy meros. Bu dunyoda hech kim o'tmasin yolg'iz tanholik hamisha yaratganga xos. Kimga nasib etsa gar solih hayor, Tangridan yaxshilik yetgani chin so'z. Bu dunyo o'tkinchi bir g'alva bozor, har kim jufti bilan bir uzukka ko'z. Mana shunday uzukka ko'z qo'ygandek bir-birlariga yarashib turgan kelin-kuyovlarimizni baxtli visol kechasida o'tirar ekanmiz. Ularga yana bir bor ushbu kun chin qalbdan muborak bo'lsin deymiz. Albatta mana shunday chiroyli kayfiyatda fayzli kechamizni davom ettiramiz. Albatta aka-uka Jo'rayevlar tomonidan hozir chiroyli qo'shiqlar bo'ladi, go'zal qo'shiqlar bo'ladi. Sekin-astalik bilan sho'xlashib boradi. Mana shu yerda o'tirgan onajonlarimizni, opa-singillarimizni davramiz badiiy maydonchasiga raqslarga taklif etamiz. Bugun aka-uka Jo'rayevlar bilan birgalikda Ziyodaxon sizlar uchun o'zlarining chiroyli qo'shiqlarini taqdim etadi. Marhamat. Yomon botdi, og'ir botdi, yorim o'zini qivatdi. Xayolida bir nimalar rashk o'tida yong'in botdi. Sevarmushman boshqasini, yo eslarman eskisini. Yurarmushman yalla qilib, jon-jonimdan qo'yib botdi. Quralay, ko'zi quralay, balarrosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay, uramiz hali ahvolingni. Yomon botdi, mendan qo'rqmon qilyapti. Shuncha janjal, shuncha tuhmat, hayronman qatdan oboddi. Jondiryapti, kuydiryapti, yo o'zicha suydiryapti. Tergay berib, jon-jonimdan qo'ydiryapti. Quralay, ko'zi quralay, balarrosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Quralay, ko'zi quralay, balarrosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Quralay, ko'zi quralay, balarrosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Kim qashlari yoyilib
salomat bo'linglar. Marhamat, retro qo'shiqlar bilan ketamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Saratonda soyaboning bo'layin, ta qochsang ko'k narvoning bo'layin. Saratonda soyaboning bo'layin, ta qochsang ko'k narvoning bo'layin. Ketme canım ayrılıktan can bezar, yarın kecha dertkeşaning bo'layin. Ketme canım ayrılıktan can bezar, yarın kecha dertkeşaning bo'layin. Marhamat qarindoshlar davriga Sutday oqshom qo'ynida, vasling umidida azor. Seni intiq kutarman, sahargacha men bedor. Sutday oqshom qo'ynida, vasling umidida azor. Seni intiq kutarman, sahargacha men bedor. İstesen şu felekten oyunu alıp beraman, yulduzlardan boyningga mercan takıp koyamam. İstesen şu felekten oyunu alıp beraman, yulduzlardan boyningga mercan takıp koyamam. Bu dünya bir meyhane, sağlar ondan begane. Bir piyale içkin, yürek bu bir gamhane. Bu dünya bir meyhane, sağlar ondan begane. Bir piyale içkin, yürek bu bir gamhane. Alistagi osmonim osmonim, yolg'iz gina armonim armonim. İshqingda kuylay desam ishqingda, uchib borar hazoning. Alistagi osmonim osmonim, yolg'iz gina armonim armonim. Ishqingda kuylay desam ishqingda, uchib borar hazoning. Saçın sazıma atar mıdır? Qomating qadrimga dor mıdır? Biram qayrilib boqmaysan, menga bu azobam bor mıdır? Saçın sazıma atar mıdır? Qomating qadrimga dor mıdır? Biram qayrilib boqmaysan, menga bu azobam bor mıdır? O'yna o'yna gulpari, yana o'yna gulpari, akajoningni kuydirib, yana o'yna gulpari. Hay yare, voy yare. Gül yüzün yal yal yanadı, kipriklaring can aladı. Qora soching cho'lvanadı, yor uchrashganda nigohlarimiz. Gül yüzün yal yal yanadı, kipriklaring can aladı. Qora soching cho'lvanadı, yor uchrashganda nigohlarimiz. Sözler kelmez, til aylanmaz, qalbimizda shirin bir havas. Ko'ngil bugün muhabbatga emas, yor uchrashganda nigohlarimiz. Ko'ngil bugün muhabbatga emas, yor uchrashganda nigohlarimiz. Sözler kelmez,
emas, qalbimizda shirin bir havas. Ko'ngil bugun muhabbatga emas, yor uchrashganda nigohlarimiz. Ko'ngil bugun muhabbatga emas, yor uchrashganda nigohlarimiz. Qani marhamat davraga davom etamiz. To'ylar ashkula boramiz. Olcha guli bodom, kelinaki dadam, dadam shina choy xurar, charazaki dadam. Olcha guli bodom, kelinaki dadam, dadam shina choy xurar, charazaki dadam. Qani bo'shatmasdan. Yasha. Ustara lavonash, suchur gulbarin, chidar bahonash, sap etmayin. Ovoz barorat, bulbulay misol, rahmina dorat, begu kay visol. Olcha guli bodom, kelinaki dadam, dadam shina choy xurar, charazaki dadam. Olcha guli bodom, kelinaki dadam, dadam shina choy xurar, charazaki dadam. چشمی تو گوهر ایفارت انبر روز بای من بهترین دختر ملخمی دل تو عاشقی من تو ابروی سیاه یار بیا آنچه گلی بادم تو کلینکی دادم دادم شینه چای خوره تو چرزکی دادم آنچه گلی بادم تو کلینکی دادم دادم شینه چای خوره تو چرزکی دادم Bo'ldi yetarchin, endi erkalatarkim, arasingni qo'yindi, o'zing sanda yuragim. Bo'ldi yetarchin, endi erkalatarkim, arasingni qo'yindi, o'zing sanda yuragim. King atirgilday, men sevdim shunday, bir qaraginda bunday. Layla laylay, chiroying atirgilday, men sevdim shunday, bir qaraginda bunday. Oh, mademoiselle madam, go'zalsan da hammadan, arasimsan o'zimni, chimirma qoshi qalam. Mademoiselle madam, go'zalsan da hammadan, arasimsan o'zimni, chimirma qoshi qalam. Oh, mademoiselle madam, go'zalsan da hammadan, arasimsan o'zimni, chimirma qoshi qalam. Mademoiselle madam, go'zalsan da hammadan, arasimsan o'zimni, chimirma
alacak, çay salacak. Şu gitarist komünizmden gönlünü alacak. Pul tapacak, maşin alacak, çay salacak. Şu gitarist komünizmden gönlünü alacak. Ben sana yok 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 demeyim, aşkla biraz, aşkla biraz. Göremen oyla, göremen oyla. Bana hoş geldin. Bugün toy yaşlılık gün. Oyna kınamız. Ben sana yok 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 demeyim, aşkla biraz. Göremen oyla, göremen oyla. Ben sana yok 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 demeyim, aşkla biraz. Göremen oyla, göremen oyla. Ah kara kırmızı canay Fransız kızı. Ah kara kırmızı canay Fransız kızı. Ah kara kırmızı canay Fransız kızı. Raşat sizi ongeri çetvesi devletleri. Tek edirem mur kızı. Ah kara kırmızı canay Fransız kızı. Ah kara kırmızı canay Fransız kızı. Ah kara kırmızı canay Fransız kızı. Bir yarı var acının, onun adı Gülnarı idi. Bir yarı var acının, onun adı Gülnarı idi. Yüzü aydan da güzel, kız kaşı kapkarı idi. Bu mahnı yazarında canın elleri idi. Gül balası, gez dolan kafe restoran, papanın gül balası. Gez dolan kafe restoran, papanın gül balası. Papanın ayıp senin can, papanın gül balası. Papanın ayıp senin can, papanın gül balası. Papanın gül balası. Marhamat kuyov bolani do'stlarini ham davraga taklif etamiz. Kuyov bolani do'stlar marhamat davraga. Avtobusdagi do'stlar, qani xush kelinglar. Maqtovdar xandalasi, Ashrif Aqtov qalasi. Aqtovda mening do'stim bor, Sivasda papxam jarrasim. Bandas Maqtov dalasi, Aqtovda marday balasi. Sharif do'stim geturdan, do'stimni o'zim avladim. Do'stim bir mening Aqtovda, Aqtovda, Aqtovda. Tabiiy do'stimni maqtovda, maqtovda. Do'stim bir mening Aqtovda, Aqtovda,
shirin sarpon Ani bola nima deyapti tojikcha gapiryapti kucha kucha deb boshimni qotiryapti Ben olmadım Toshkentda biyo asal qanday man bu yashina banday mana baxshay biton Toshkentda xushomad eton bizaga baqashnes tojikni o'zbekon kucha shumo doktor o'zbekon biyo kane oq shirin sarbo ani bola nima deyapti tojikcha gapiryapti kucha kucha deb boshimni qotiryapti Xushomadet, nazmigot salomadet, gaybozini omadet, ey bachcha xushomadet, assalom xushomadet, nazmigot salomadet, gaybozini omadet, ey bachcha xushomadet, kujo shumo, doktor o'zbekon, ey biyokane, oq shirin sarpon, ani bola nima deyapti, tojikcha gapiryapti, kujo kujo deb boshimni qotiryapti. Salomat bo'linglar, rahmat. Rahmat kattakon. Mana shu davrimizni to'ldirib raqsga tushgan mehmonlarimizga, jumladan opa singillarimizga, onajonlarimizga, aka ukalarimizga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Albatta siz o'zingizni chiroyli raqslaringiz bilan, go'zal kayfiyatingiz bilan bugungi fayzli kechaga o'zgacha fayz, o'zgacha kayfiyat qo'shib berdingiz desak, hech ham adashmagan bo'lamiz. Endi esa barcha mehmonlarimizdan o'z joylarini egallab olishligini so'ragan bo'lardik. Sababi xonadon vakillarini talab va istaklariga binoan so'z navbatlariga yuzlanmasak bo'lmaydi. Shuning uchun hozir biroz muddatga joylarimizni egallab turamiz aziz mehmonlar. Davrimiz badiiy maydoniga albatta tabriklar sahifamiz uchun Qudalar nomidan Mahmud akani taklif etar ekanmiz. Qudalar tarafidan Mahmud aka bizni eshitayotgan bo'lsangiz, keling davrimizga ikki og'iz chiroyli tilaklaringizni aytib o'tasiz endi. Kuyovimizni bo'lalari tomonidan Abduqahhor akani ham taklif etar ekanmiz. Abduqahhor aka, siz ham keling davrimizga. Bugun yaxshi kun, to'y, tantana, albatta mana shunday kechamizni aziz mehmonlari tomonidan chiroyli tabriklar bo'ladi, dil izhorlar bo'ladi, niyatlar bo'ladi albatta. Va mana shunday insonlarimizni chiroyli tilagi bilan, yaxshi niyatlari bilan bugungi fayzli kecha albatta fayzli, esda qolarli, chiroyli o'tadi. Qudalar tarafidan Mahmud aka bizni eshitayotgan bo'lsangiz, keling davrimiz badiiy maydoniga. Qolaversa, kuyovimizni bo'lalari tomonidan Abduqahhor aka, siz ham keling davrimizga. Kelinglar, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun bu xonadonda ajoyib to'y tomosha. Mana Xudovoyni kelin chiryapti. To'ylar muborak bo'lsin. 2 yosh qo'shqaniman qo'sha qarsin. O'z-o'zidan ko'paysin. Umrda jo'bildi bo'lsin. Doim uylari to'yxona bo'lsin. Yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Xudoga sizni to'y bilan tabriklayman. Uyingiz doim to'yxona bo'lsin. 2 yosh baxt tilaymiz. Rahmat. Rahmat. Istaklaringiz o'zingizga hamroh bo'lsin. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, qarindoshlar, jigarlar. Mana bugun 7 mo'jizani biri bo'lmish Toj Mahal to'yxonasida bir ajoyib bir to'yxona, bir chiroyli tantanani ustun chiqdiribmiz. Ernazarlar xonadonining bir xursandchiligiga she'r bo'lib kelganlaringizdan shunday dizlar ko'rishganimdan xursandman.
Azimjon bilan mana kelinimiz Gulnazaxon qo'sha qarishsin, baxtli saodatli bo'lishsin. Xudo xolasa oldida bir yaxshi niyatlari, to'ylari, tomoshalari bor, ularning ham davomchisi bo'lsin, farzandlari baxtiga omon bo'lsin har banda. Shu mehr haligi vaqtlaringizni, qimmatli vaqtlaringizni ajratib kelganlaringiz uchun rahmat. Sizlarda xonadonlaringizda ham mana shunday bir chiroyli to'ylar, tomoshalar bo'lsin. O'shalarda borib tabriklash bizga nasib aylasin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Qo'sha qaringizlar. Kelinlarimizga, endi kuyovimizga aytadigan gapimiz ota-onasiga xizmatini qilsin, hurmatini joyiga qo'ysin. Ana shunda borishlik kelishli bo'ladi xudolar andalar. Iloyim shu to'ylarga, tomoshalarda ikkomiz borib ko'rish nasib aylasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar. Rahmat kattakon chiroyli tilaklar uchun kattakon rahmat. Albatta bu qarsaklar siz uchun kattakon rahmat. Mana shunday yosh ulug' insonlarimizni chiroyli tilaklar uchun tashakkurlarimizni izhor etamiz. Kattakon rahmat deymiz. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ayni fayzli bazimizni, fayzli kechamizni yana bir esda qolarli onlarga yaqinlashib kelyapmiz desak, hech ham adashmagan bo'lamiz. Hozir davramiz badiiy maydonchasiga kelin-kuyovlarimizni, volidai muhtaramalarini, ya'ni onajonlarini taklif etamiz. Sababi o'sha har bitta to'ylarimizda, o'zbekimizda to'ylarida albatta onajonlarimizni kelin-kuyovlarimiz tomonidan chiroyli sovg'alar taqdim etiladi, chiroyli tabriklar aytiladi albatta. Bugun yaxshi kun, mana shunday kunda onajonlarimizni qancha ko'p ardoqlasak, qancha ko'p e'zozlasak shuncha kam albatta. Hozir davramiz badiiy maydoniga onajonlarimizni kelishini so'raymiz. Onajonlarimiz bizni eshitayotgan bo'lsalar, kelishligini so'raymiz. Opa-singillarimizdan, yangajonlarimizdan iltimos qilardik onajonlarimizni davramiz badiiy maydonchasiga olib kelishligini. Kelin-kuyovlarimizni eng mehribon insonlar albatta. Farzandi dard cheksa haqiqatda dard chekadigan, quvonsa haqiqatda quvonadigan, yaxshi-yu yomon kunida doim yonida turib men sen bilanman bolam deydigan bizni mehribonlarimiz, farishtalarimiz, onajonlarimiz bo'lishadi albatta. Onajonlarimiz kelinglar davramizga. Shu davramizni o'rtasiga kelib olaylik. Kelinglar, kelin-kuyovlarimizni onajonlari. Assalomu alaykum. To'ylar yana bir bor muborak bo'lsin. Biringizga o'g'il, biringizga qiz farzand muborak bo'lsin. Xonadonlaringizda mana shunday yaxshi kunlar bardavom bo'lsin. Diqqat qilamiz aziz mehmonlarimiz, ayni fayzli kunimizni, bugungi kunimizni eng baxtli insonlari mana shu insonlar bo'lishadi albatta. Onajonlarimiz baxtimizga doim sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Qani edi tabiat qo'lidan kelsa abadiy etolsa seni umringda. Roziman onajon iloji bo'lsa, senga qo'shib bersa meni umrimda. Bir kechalik allang hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam, qalbingga ko'chirsam qalbimning kuchin, qarzim uzilmasdan qolur shunda ham. Mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, senga yuragimdan yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim mohir bir naqqosh, surating chizardim berib ming sayqal. Onajonlarimizga qancha ta'rif aytsak, qancha so'z aytsak shuncha kam albatta. Endi hozir farzandlaringiz tomonidan sizlar uchun atalgan sovg'alarini, gullarini, mehrlarini sizlarga hozir taqdim etishadi. Chiroyli musiqiy sadolar ostida jarayonga befarq bo'lmagan mehmonlarimiz chiroyli kayfiyatda ushbu jarayonlarimizni hammamiz birgalikda o'tkazamiz. Marhamat. Chiroyli musiqalar albatta sizlar uchun bo'ladi. Keng bu olam chiroyli, o'zingga o'xshaydi bolam chiroyli. Mendan ranjimang ey yoru do'stlarim, aslida hammadan onam chiroyli. Yig'lasam yig'lab o'tinsam-da kulgan, meni yuragida jonida bilgan. Vaqtim ko'ra qaddi bukilgan, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli, onam chiroyli, onam chiroyli. Bitta qarsaklar bilan olqishlab turamiz. Qarsaklaringiz to'ylar muborak bo'lsin.
yana bir bor barchaga to'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Onajonlarimiz farzandlari bilan birgalikda hozir suratga tushib bo'lishgan bo'lsa, endi onajonlarimizni qo'llaridan gullarni olamiz, yangalarimiz, opa-singillarimiz chiroyli qo'shiqlari bo'ladi hozir. Onajonlarimiz farzandlari bilan birgalikda suratga raqslarga tushib berishadi albatta. Aka-uka Jo'rayevlar tomonidan chiroyli qo'shiqlar onajonlarimiz uchun taqdim etadi. Marhamat. To'ylar barchaga yaxshi kunlar muborak bo'lsin yana bir bor. Ammajonlar, xolajonlar, marhamat davraga. Yaxshi. Bir qo'shiq aytayin, sevinib o'ynang, davrsizniki berilib o'ynang. Biringizda quyosh, biringizda oy, farzandsizniki chirilib o'ynang. Boshingizga yopsin Tangrim savobi, yetti osmonga ham yetsin navosi. Yaxshi, yaxshi. Ketsin ey obi havosi, bir chilib dunyoga shodlanib o'ynang. O'ynang onam, jannatim o'ynang, yana qachon to'ynaysiz bir to'yib o'ynang. Onajonim o'ynang, farishtam o'ynang, farzandsizniki chirilib o'ynang. Yaxshi. O'yingizda jannat yastanar onam, yuragi tilloyim ustuzar onam. O'yingizda jannat yastanar onam, yuragi tilloyim ustuzar onam. O'yingizda onam, mo'tablar onam, yana qachon o'ynaysiz onajon o'ynang. Onam var onam, hamma havas qilsin keling bir o'ynang. To'ylar yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Onajonlar baxtiymiz. Yaxshi. Qani bitta xorazmcha. Yaxshi. Ha. Söyleyen bir gap bilmey sana deyip gittim ya. Söyleyen bir gap bilmey sana deyip gittim ya. Sen tamana bir bakmışsan günah benden öptüm ya. Ben tamana bir bakmışsan günah benden öptüm ya. Bakmasan bakma ki
Çal 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 oynasın kaynanalar 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 çal 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 oynasın kız oynasın çal 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 kıyavcı oralar oynasın bizde şadlık var yüzlükle kulaklar elimizde şadlık var yüzlükle kulaklar açılıp zühreler düzülüp gevherler gelin gelir bugün bize çal 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 oynasın kaynatalar çal 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 oynasın kaynanalar çal 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 oynasın kaynatalar çal 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 oynasın kaynanalar çal 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 oynasın kız oynasın çal 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 kıyavcı oralar oynasın Geldi devranımız beraber devranımız beraber kararımız el obada toy olsun şadlanır hamamız ben de buna derdi bülbül sevenli içim sevmeyip ağzı semaneler ben de buna derdi bülbül sevenli içim sevmeyip ağzı İşi işi derdiler, kız yaşan derdiler eğer esi gitmezsen özgesine verdiler İşi işi derdiler, kız yaşan derdiler eğer esi gitmezsen özgesine verdiler Buna derdi, bülbül sevendi içim sevmeyip ağzı zamana verdi İşi işi derdiler, bülbül sevendi içim sevmeyip ağzı zamana verdi Banda bir olanda, sarsın bir solanda, dizaretçi gönderin 15 yaşa dolanda. Banda bir olanda, sarsın bir solanda, dizaretçi gönderin 15 yaşa dolanda. Buna derdi, bülbül sevendi, içim sevmeyip ağzı zamana verdi. Neden buna derdi, bülbül sevendi, içim sevmeyip ağzı zamana verdi. Kana devam edemiz. Yaxshi. Mahallamning boyisi, hayolimning urisi, xafa bo'lma uchrashgani borolmayman kunimizni. Ko'chang to'la sovchilar, sovchi emas sovchilar, meni qanday yigitligim hali bilmabdilar. Hech boshli yurakni ayro qo'ymasin, sevgimizga qarshilar to'yda o'ynasin. Eshik ochilmoqchida chirlaydi yor, tunda ochilmoqchilar chirlaydi yor. Sendek qizni ko'nglini ololmasam bor, majnun og'am meni aslo kechirmaydi yor. Hali bo'shashmasin. Hey mahallamning boyisi, hayolimning urisi, boray desam qorong'udan qo'rqaman-da to'g'risi. Qo'yma jonim alam, aylangin yagonamga, mehr bilan boqishlaring o'xshaydi-da onamga. Hech boshli yuragini ayro qo'yma. Eshik ochilmoqchida chirlaydi yor, tunda ochilmoqchilar chirlaydi yor. Sendek qizni ko'nglini ololmasam bor, majnun og'am meni aslo kechirmaydi yor. Qani ketdik. Orzuyimning yulduzi,
yor aytib ko'changdan ketma kunduzi. Yangi hayot boshlar, ammo orzu oshirar. Yangi kuyovday desa kelin ko'zi yoshlanar. Hech bir oshilakni ayro qo'ymasin. Sevgimizga qarshilar to'yda o'ynasin. Eshik oshib oshib chilaydi yor. Kunda oshib oshilar chilaydi yor. Sendek bizni ko'ngilda olmasam, majnunog'am yine aslo kechirmaydi yor. Eshik oshib oshib chilaydi yor. Kunda oshib oshilar chilaydi yor. Sendek bizni ko'ngilda olmasam, majnunog'am yine aslo kechirmaydi yor. Qani davom etamiz marhamat talablariga binoan. Kaşlarına çizip kalemler, almaya tarifini salamlar. Kaşlarına çizip kalemler, almaya tarifini salamlar. Kol çizip kalaverdim manam, kol çizip kalaverdim manam. Biyadarım gitti adamlar, biyadarım gitti adamlar. Gezeptir gidip ayna, görmedim bu çırayna. Gezeptir gidip ayna, görmedim bu çırayna. Akbilekli gülayla, yüzleri kuşurayla. Akbilekli gülayla, yüzleri kuşurayla. Düşüp geldi kara başından, yaman yürüp öttü kaşından. Düşüp geldi kara başından, yaman yürüp öttü kaşından. Marşanıp şuna başından, marşanıp şuna başından. Derya doldu bugün yaşından, derya doldu bugün yaşından. Gezeptir gidip ayna, görmedim bu çırayla. Gezeptir gidip ayna, görmedim bu çırayla. Ah bilekli gülayla, yüzleri kuşurayla. Ah bilekli gülayla, yüzleri kuşurayla. Kaşlarına çizip kalemler, almaya tarifini salamlar. Kaşlarına çizip kalemler, almaya tarifini salamlar. Kol çizip kalaverdim manam, kol çizip kalaverdim manam. Uyandarıp gitti adamlar, uyandarıp gitti adamlar. Gezeptir gidip ayna, görmedim bu çırayla. Gezeptir gidip ayna, görmedim bu çırayla. Ak bilekli gülayla, yüzleri kuşurayla. Ak bilekli gülayla, yüzleri kuşurayla. Qani ketdik o'ylamamiz, davom etamiz. Yigitlarimiz araga. Shirin shirin suvlar oqar mahallamni arg'ida. Qizlar ichi jonga yoqar aylonamiz har yog'ida. Aylonamiz o'rgulamiz, gaplasholmay qiynalamiz. O'ylarimiz yetib qoldi, endi biz ham o'ylanamiz. Aylonamiz o'rgulamiz, gaplasholmay qiynalamiz. Sevganimiz aytolmasak, do'stlar qachon uylan, do'stim qachon uylanaman. O'tdi yoshlik davrin surib, to'y qilaylik o'ynab kulib. Yor yor ayting ishladimda, uylanganim qo'ysin bilib. O'tdi yoshlik davrin surib, to'y qilaylik o'ynab kulib. Yor yor ayting ishladimda, uylanganim qo'ysin ko'rib. Aylonamiz o'rgulamiz, gapatolmay qiynalamiz. Sevganimiz Qani marhamat araga. Qaycha mandi anbari, qaysi makon sarlari. Firuza yoqitma sanay, qaysi chog'lagan sari. Sana banda bo'libdi, husni olamanda bari. O'zing sog'ing qalbima, ketma ko'zimdan nari. Jinni sevar yo
Salomat bo'linglar. Rahmat. Ya rahmat. Yana bir bor tashakkurlarimizni izhor etamiz. Kattakon rahmat deymiz. Ayni fayzli kechaga tashrif buyurgan barcha mehmonlarimizga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Endi hozir kelin-kuyovlarimizni do'stlariga yuzlanar ekanmiz. Agarda kuyovimiz tomonidan so'zga chiqadiganlar bo'lsa, davramiz badiiy maydoniga kelishini so'raymiz. Kuyovimizni do'stlari tomonidan so'zga chiqadiganlar bo'lsa, davramiz badiiy maydoniga kelishlari mumkin. Kelinimizni dugonlari tomonidan ham agar so'zga chiqadiganlar bo'lsa, davramiz badiiy maydoniga chorlaymiz. Agar so'zga chiqadiganlari bo'lmasa, kelin-kuyovlarimizni tortlarini kesish marosimini o'tkazar ekanmiz. Kelin-kuyovlarimizni albatta stollarda shirindan shakar qilib tayyorlangan tortlarini kesish marosimini hozir hammamiz birgalikda chiroyli kayfiyatda o'tkazamiz. Jarayonga befarq bo'lmaganlar kelin-kuyovlarimizni stollariga yaqinroq borib, ayni kechamizning desert taomidan bahramand bo'lamiz. Marhamat. Rahmat kattakon, tortlarni kesish marosimini o'tkazib olamiz albatta. Hozir tortlarni kesib bo'lgandan keyin bo'lmasa mana kuyovimiz do'stlari keldi. Kuyovimiz do'stlarini taklif etamiz mana. Kelishsin davramizga. To'ylar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarimizni hayot yo'llari ham mana shunday tortday shirindan shakar bo'lishini tilaymiz. Endi kuyovimiz do'stlardan Jumabek aka keling davramizga ikki og'iz tabriklari bor ekan. Keling Jumabek aka. Chiroyli tabriklarni tinglaymiz, undan keyin yosh ulug' insonlarimiz shu fayzli kechamizga bitta chiroyli duoyi fotiha qilamiz deyishyapti. Kuyovimizni do'stlari kelinglar davramizga. Keling marhamat. Kelinglar. Avvalambor assalomu alaykum. Kech bo'lsa ham odam kamayib qopti. Do'stim, tabriklaymiz. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring.
Yana kelgan kunlarda bundan ham ko'proq bo'lib, bundan ham quvonchli bo'lib, Xudo xohlasa 5 to'ylarda xizmatda bo'laylik. Ilohim. Bizga ham qo'yaylik. Sizni 30 yil kutdik, Xudo xohlasa. Qolganidan suyuntirsin. O'zingiz bilan o'zingiz ko'payib, yaxshi kunimiz ko'payaversin. Nima ham deymiz? 27-96lar Husayda o'zing bilasan. Jumabek aytayapti buni, o'zing tushunib olsin, baxtli bo'l. Yer rahmat, gap bo'lishi mumkin emas. Kattakon rahmat. Endi to'yimiz vakillarining yoshlik insonlari uzoqdan kelgan mehmonlarimizga, kelin-kuyovlarimizga bitta chiroyli duoyi fotiha qilamiz, keyin qolgan mehmonlarimiz raqslarimizni davom etamiz deyishyapti. Abdulla akani taklif etamiz. Qolaversa, yana bir mana shunday insonlarimizdan Ibrohim akani taklif etar ekanmiz. Kelishsin mana shu insonlarimiz. Ibrohim aka keling. Bitta chiroyli duoyi fotiha qilib beradi deyishyapti ushbu fayzli kechaga. Ushbu fayzli oqshomga, fayzli kechaga tashrif buyurganlarga kattakon rahmat deymiz. To'yimizni chiroyli o'tishida, fayzli, esda qolarli o'tishida o'zingizni beminnat hissangizni qo'shganingiz uchun kattakon rahmat yana bir bor. To'yimiz vakillarini, yosh ulug' insonlarni chorlaymiz. Ibrohim aka keling. Abdulla aka keling siz ham. Bitta chiroyli duoyi fotiha qilib berasizlar. Undan keyin Xudo xolasa chiroyli musiqiy sadolar ostida kelin-kuyovlarimizni kuzatib qo'yamiz. Kelinglar marhamat. Assalomu alaykum hurmatli uzoq yaqindan keyin aziz mehmonlar, mezbonlar. Avvalambor mana shu to'yga kelgan ekanlar, sizlarga ham uylaringizda shunday to'ylar bo'lsin. Yaxshi kunlar bo'lsin, bordi keldi uzilmasin, og'ayingarchilik abadiy bo'lsin. Mana jiyanlarim yaxshi niyat uchun sog' salomat katta bo'lsin. Endi yil shu xonadonlarda 5 to'ylarga kelishlaringizni ma'rifat aylaman. Avvalambor hammangizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxt saodat tilayman. Yaxshi kunlarga kelingizlar. Ilohim, qo'l ochib duo qilganlarning martabasini ulug' qil. Rizqini furoq qil, bolalarni bag'rini butun qil, elimiz, yurtimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, bordi keldi xudochilik, ming yilchilik bo'lsin. Nima niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizga erishib yuring, hamisha xursandchilikka kelingizlar. Amin. Allohu akbar. To'yxona murodxona bo'lsin. Rahmat. Rahmat yana bir bor. Kattakon rahmat deymiz mana shu fayzli kechaga tashrif buyurganlarga. To'yimizda chiroyli o'tishini ta'minlab bergan aka-uka Jo'rayevlar boshchiligidagi bir guruh san'atkorlarimizga, Yoshlar media studiyasining mohir tasvirchilariga, Tojmahal to'y va tantanalari saroyini barcha xodimlarga tashakkurlarimizni izhor etamizda biz Ernazarovlar oilasini keyingi to'ylarda ko'rishguncha sog', omon bo'ling deymiz azizlar. Rahmat. Marhamat, kelin-kuyovlar kuzatib qo'yamiz. To'ylar bor bo'lsin. Tohirjon Zuhraxonlar, ishq eliga xoqonlar. Tohirjon Zuhraxonlar, ishq eliga xoqonlar. Yor deya chiqqan jonlar afsonaga aylandi. Yor deya chiqqan jonlar afsonaga deya chiqqan jonlar afsonaga aylandi. To'ylar muborak. Kelin-kuyovlar baxtli bo'linglar, saodatli bo'linglar.
Inon boja marhamat. Qara ketdik. Yaxshi. Boja. Yo'la qurmay kelir, havoga qurmay kelir. Yaxshi. Bojalar ha.
baxtli bo'lsin kelinlar. Rahmat, sog' bo'ling. Oybekka salomat bo'ling. Mana shu bir kiyimda turgan opalar menimcha opa singil bo'lsalaringiz kerak. Xudo xolasa yaxshilik kunlaringizda to'ylarda xizmat qilaylik. Sog' bo'linglar. Rahmat. Chiroyli to'y bo'ldi. Rahmat hammangizga. Rahmat. Avvalambor hammalariga rahmat. Anor og'a, do'stim